Azizov Sheroz, 29 yoshman. Farg'ona viloyati, Rishton tumanidanman. Farg'onaliklar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Kim bilan keldingiz? Qishloqdosh bilan. Qaysi qishloqdan? To'da qishlog'i. To'da qishlog'i, respekt. Bugun sizlarning odam qatnashyapti mana. Uydagilarga aytdingizmi qatnashayotganingizni? Uydagilar yo'q. Xabaringiz yo'q-a? Chiroz uydagilarni ko'rayotgan bo'lsangiz, xabaringlar bor deb o'yladik. Uydagilarga aytganman dedi bizga. Men aloqam yo'q. Agar nima qilayotgan bo'lsa o'zi qilyapti. Javobgarligi ham, omadi ham o'zini bo'ynida. To'g'risida aytib qo'ygan yaxshi. Nimaga aytmadingiz uydagilarga? Endi xavotir olishmasin. Bizga kalmar o'yin emas, xavotir oladigan ovoz bo'lyapti. Musiqa bilan 5-sinfligimdan shug'ullanib kelaman. 2018-yil The Cover Up loyihasini qatnashganman. Undan keyin Xontaxta Battle loyihasida qatnashganman. Xontaxta Battle'da qatnashganimda ovozim ketib qolgan. Sababi endi bir kun oldin hayajonlanib, uyqum bo'lmagan. Birdaniga syomkaga olib kirib ketishgan, ovqatlanishga ham ulgurmaganman. O'shandan beri qaysi konkursga qatnashsam, shu xatoni qaytarmaslikka harakat qilaman. Yaxshi uxlab, yaxshi ovqatlanib, keyin sahnaga chiqaman. Qo'shiq aytadigan odatingiz bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Ozguncha bor lekin. Sekin ochiladi, yo'q, lekin ozguncha bor lekin. Agar bugun zo'r ishtirok etsa, keyingi mavsumda yo'q, men ham qatnashib yuborsam, lekin paydo bo'lishi mumkin-a? Bo'lishi mumkin. Qarang, lekin siz bugun demak 2 kishi uchun qatnashyapsiz. Biz siz bilan qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak bu yerda. Albatta. Sizning vaziyatingiz menikidan yaxshiroq. Chunki biz bir xil qo'llab-quvvatlaymizda, lekin yaxshi xabar bilan kelsa, oxirida oshni faqat siz yeysiz. Men ishda qolaman, shuning uchun siz ko'proq harakat qilishingiz kerak. Biz badishkada bo'lib turamiz. Butun qishloq uchun bitta siz kelgansiz hozir. Shuning uchun Albatta, ha. kelishdik-a? Kelishdik. Sizga omad. Biz bu yerda kutib turamiz sizni. 5 yildan keyin o'zimda san'at sohasida baland cho'qqilarda ko'raman. Endi mana shu ovoz loyihasi shunga foydavor bo'ladi degan umiddaman. Endi yarmi bo'ldi. Yarmidan kamroq. Canon bo'laman deb, canon bo'laman deb, canon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Voy yondirasanmi? Jonim olasanmi? Mingchilik yuz yilga davr ana shunda turasanmi? Jonim olasanmi? Sabireyman Johruxon. Har yerda yolg'izgina yurasanmi? 100 yilga davr ana shundoq turasanmi? Ey mehr hilol ko'chasida o'tmaganim kel, ming va'da qilib birga vafo qilmaganim kel. Canimni beray, canimni beray bor seni asli makaning. Canimni beray, canimni beray bormi seni asli makaning. Canimni beray, canimni beray bormi seni asli makaning. Meni asragan vaqtima sen yoshgina yerding. Amerikamu riskina yuvoshgina yerding. Oqgul yuzli qoldor qalami qoshgina yerding. Har yonab borar chog'ima yo'ldoshgina yerding. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Kepsiz. O'zingizni tanishtiring. Azizov Sheroz,
Farg'ona viloyati Rishton tumanidan. O'zbekiston davlat konservatoriyasini an'anaviy sozanda yo'nalishida Sozanda. ut cholg'usida bitirganman. Shohruh bilan biz Jahongir Otajonovmi deb o'yladik. Bu o'zi o'zbek musiqamizni durdona asarlaridan bittasi. Yoshi qari biladigan asarlardan bittasi. Bitta narsaga harakat qilingan, o'shani sezdim. Yosh avlod bilan katta avlodni qanaqadir uchrashuvi bo'ldi meni nazarimda. Qanchalik boshdan yoshlar boshladi-yu, keyin nima deydi, ma'lum yoshdan o'tgandan keyin 40 dan o'tgandan keyin o'pkani bosib olib boshqacha nafas ola boshlaymiz-ku, xuddi shunga o'xshagan bir narsani sezganday bo'ldim. Ijro etadigan qo'shiqlaringizni hammasi xuddi shunaqami yo boshqalari ham bormi? Yevropa musiqalaridan ham ijro qilib turaman. O'zbekchani ham bir boshqa yo'nalishini ijro etasizmi yo faqat mana shu manierada aytasizmi? Yo'q, boshqa anaqalarda ham ijro qilaman. Shu Yevropani ham qiziq lekin eshitib ko'rish. Sol minor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor. Понятно, да? Понятно. Rahmat. Shirintoy qilib ijro etdingiz, shirintoy qilib. Zo'r, gap yo'q. Endi bu yog'i sizdan endi tanlov. Mana. Hammalaringni ijodlaringni juda ham hurmat qilaman. Yaxshi ko'rib qo'shiqlaringni eshitamiz. Tanlovim Anvar aka Jo'rayev. Anvar. Omad tiling. Keling, tabriklayman. Xursandman siz uchun. Keling, o'rtaga turing, mana savollarimiz bor sizga. Boshida sizga burilishdimi yoki Otajonovni bo'ylab burilishdimi? Nima deb o'ylaysiz? Bilmayman, Otajonov deb o'ylashdim menimcha. Bunday bir bo'pti, buni ham olib qolaveramiz deyman. Yo, tabriklayman. Eng qiyini nima bo'ldi? Eng qiyini boshidagi 10 sekund. Keyin o'tib ketar ekanmi? Keyin maza qilib aytsa bo'lar ekan. Nazar qo'ysa bo'lar. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz uchun juda ham xursandman. Tabriklayman. Siz ovozdasiz. Rahmat katta. Sog' bo'ling.